Qadrdonlarim, hammaga xayrli kunlar. Ofisga kelib oldim. Kecha bir tali direktorlarim kelib, bayram bilan tabriklab, xursandchilikligi bilan bo'lishib ketishuvdi-da. Bugun boshqa liderlarim kelib, meni undan-da yana xursand qilishyapti. Kecha Dilrabo, Qurbonova Dilrabo bilasizlar, starshidan brilliant sразу ochdilar va juda ham quvondim. Onalariga elektromobil olib beribdilar. Addi shu xursand bo'ldim. Bugungi qizlarimizni yutug'ini ham eshitib, chin dildan bundan xursand bo'ldim. Chunki men nimaga bu aytyapman? Telegramlarda, YouTube'larda nimadir videolar, reklamalar, onlayn reklamalar ko'rasizlar, ko'pchilik ishonmasdan deb o'tkazib yuboradi. Lekin bu qizlar deb o'tkazishmaganda, masha Alloh menga berayotgan bitta imkoniyatidir balki deb men ham olib gaplashyapman sizlar bilan. To'g'risi ham